Assalomu alaykum hurmatli hamkor mijozlar va biz YouTube tarmog'ida kuzatib boradigan hurmatli obunachilarimiz. Biz bugun Andijon viloyati, Andijon shahardamiz. Biz YouTube tarmog'ida kuzatib boradigan obunachimiz xonadonlarga kelganmiz. Bu akfa komandasini bitta yoqtiradigan ishi neobishniy holatda noodatiy fasonlar yaratish. Juda ko'pchilik bo'lmaydi degan narsani qilish. Bu montajimiz ham xuddi shu holatda bo'ldi. Bu opamiz aytish bo'yicha bizdan oldin 2-3 ta akfachilar kelgan. Faqat ishda отказ qilishgan. Opamiz xohlagan narsani chiqarib berisha olmagan. Bizga aytishlari bo'yicha shunaqa. Nimagaligini hozir bitta ichkariga kirganimizda bilasizlar. Uy juda ham chotki, juda ham ixcham, juda ham chiroyli holatda tushgan. Ilohim yaxshi kunlarga nasib qilsin. Darvozaxonadan kiraverishimizda ikki tomonimizda rom bor. 1.99 ga balandligi 1.80, 1.40 ga 1.80. Panorama holati ikkita ko'zlik, bir tomonni ochiladigan qilib berganmiz. Sulujli mexanizm, uchta ko'zlik, o'rtadan bittasi ochilish, sulujli mexanizm. Akfa Plus 6000 quadro 4 kameralik. Dub Maggo ko'rib turibsizlar. Rangini juda ham cho'tka holatda. 5107 SPS bosma rezinalari, Patagonik, Ponni full komplektatsiyada bitgan. Hattoki vodostok, sliv, vozdux yig'ilishdagi ishlatiladigan nimaki konstruksiyasi bo'lsa, hamma konstruksiya qo'llanilgan. Eshigimizga bitta baho berasizlar. Bu eshikmi, bu darvozami bu deydigan eshik bo'ldi. 1.60 ga balandligi 3.24. Eshikda ochiladigan qanotini o'zi 2.40. Ko'rib turibsizlar, aynalar 2 qavat oq holatda, o'rtasiga 1.8 lik laminatsiya bu ham, vakuumli emas, laminatsiya shatlarga qo'yib berganmiz. Hattoki plyuslarigacha turetskiy plyusdan foydalanganmiz. Knopishniy bo'ladi. Ruchka zamonlarimiz Graf firmasiga tegishli doimgidek ochilib yopilishlarga bitta baho berib qo'yasizlar. Juda ham cho'tka holatda ochilib yopiladi. Qulflanishlari yumshoq holatda bo'ladi. Bosma rezinalarimiz ham SPS bosma rezinalardan foydalanganmiz. Har bitta eshigimizga to'rttadan oshiq qo'yib berganmiz. Ma'lumot uchun aytib o'tamiz. Eshigimiz balkon qanotda bo'lgan, alyuminal 91 da. Faqat o'sha plast bilan bir xilda rangda turishligi uchun laminatsionniy profildan foydalanganmiz bunda. Чтобы romdan ajrab qolmasligi uchun. Ko'rib turibsizlar, laminatsiya profil imini shu holatda bo'ladi. Endi asosiy joyiga yetib kelyapmiz. Voy, bitta baho berib, bitta like bosasizlar degan umiddamiz. Endi shu romlarimizni juda ko'p akfachilarimiz yo o'rtadan bitta stoyka tushiraylik, yo bo'lmasam 6 lik koloniyaga solaylik deyishgan ekan. Stoyka qo'ygan klientimiz o'zi ko'nmadi, chunki panorama holatda bo'lishi kerak. Uyda dizayni xuddi shu holatda bo'ladi. Uyimiz ham high-tech uslubida tushgan. Biz ham xuddi shu holatda klient bilan kelishilgan holatda mana shu narsalarni qilib berdik. Romlarning razmeri bilan tushuntiraman, tanishtirib o'taman. 2 metrga balandligi 2.30. Xuddi shu holatda 3 ta romimiz bor. Aynaklari 2 qavat oqqa bo'lgan, aynada qalinligi 3.2. Juda ko'pchilik aytishi mumkin, nozik bo'lib qoladi, sinib qoladi deb, lekin unaqa narsa bo'lmaydi akalar. O'rtadagi shatlankalar imindi shuni hisobiga qo'yilgan. Ko'rib turibsizlar. Juda ham cho'tka holatda chiqdi. Shu o'rinda o'zi odatda borganmiz, reklamaga majbur emas, yo bo'lmasam reklamaga qarab qo'ygan joyi yo'q, lekin biz minnatdorchilik bildirib ketamiz. Farg'ona viloyati Quvvat tumanida o'sha chuqur metan desa ko'pchilik biladi. Shu yerda bizning bitta akamiz bor. Ayni kesib beradigan Azizullo aka, Hoji aka. Sizga biz jamoamiz nomidan katta rahmat aytamiz. Sababi juda ko'p joyda bizga yordam qiladi. Favqulodda ayni paketlangan ulgurmay qoladigan xonamizda va bunaqa katta aynalarda menimcha ko'p aynakchilar отказ bergan bo'lardi buni paketlashda. Lekin baraka topsin. Hoji akamning bolalari, shogirdlari, o'zi adashmasam maktab o'quvchilari yo shu tempura bo'lish kerak. Bo'ldi, biz qilib beramiz deb. Qo'ldan kelgancha Alloh qodir qilgancha chiroyli qilib qilishi berdi. Buning uchun alohida rahmat. Keyingi eshigimiz 1.60 ga 3.12. Tashqariga o'ng tomonga ochilgan, 2 qavat oq aynak, 1.8 lik shatlankalari bilan.
Bu zalimizga kiraverish. Patagoniylar qo'yib berganmiz, 35lik Dupmakov Comfort program. Hop, Redpen Plus 6000 quattro 4 kameralik TPV profil. Bu uyimiz orqa tomonida. Orqa tomonga oq bo'laveradiganligi uchun biz Redpendan qo'yib berdik. Ochilishlari bunday ham sulishli mexanizm. Ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham cho'tka holatda ishlaydi. Va obishni ochilishi. Bu yerga yana ikkita eshik olib kelib berganmiz. Bittasi orqa tomonga chiqib ketish, bittasi dushovoydiki. Razmeri 70 ga balandligi 1.80, 70 ga balandligi 2 metr. Aynalari ikki qavat oq gulli holatda bo'lgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Ichkarida bitta kichkinagina forchkamiz bor, 35 ga 35 adashmasam. Aynaga ikki qavat oq qalampir gullik, tagi arka fon, alyumin Aldox 1 da bo'lgan. Bu uyimizning ichkaridan ko'rinishi va koridori. Bu romimizni tepasini ochiladigan qilib berganmiz. Ochilishini qaychi mexanizmda ko'rib turibsizlar. Bu uyimizga boshqacha vid beradi. Ochilishi ham neobычный holatda bo'ladi. Umuman dizayn shunga mos o'zi. Hali gap bor-ku. Puli bor odam puldor emas, pulni to'g'ri ishlatadigan odam puldor. Shunaqa gap eshitgandim kimdandir. O'sha pulni ma'nili joyga ishlatadigan odam, yoddat bilan ishlatadigan odam puldor deyiladi, deyishadi. Bu uyimiz ham hamma yo'g'i o'z o'rnida, hech bir oshiqcha bachkanalarsiz juda ham chiroyli holatda tushibdi. Xudo xohlasa mana akfalarni ham o'rnatib bo'ldik. Общий summasiga kelsak, общий summasi 37.500.000 so'mga tushdi. Olib kelib o'rnatilishi, kafolati, garantiyasi hamma yo'g'i bilan. Qubba akfadan uzoqlashmang, Qubba akfa doimasizlar bilan joninglar sog' bo'lsin, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Bitta like bosib qo'yasizlar.